Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da ötküzülgen işki kabineti yığınından keyin maxsus Şivsiyadagi Qur'on Karimni ko'ydirish qilmish to'g'risida to'xtalgan bo'lib, e'lon qilgan bayonotida Şivsiyaning Stokholmdagi Turkiya elchixonasi oldida Daniyaning o'ngchil qattiq yo'nalish partiyasi rahbari Rasmus Paludanning Qur'on Karimni ko'ydirishga ruxsat qilishi qattiq norozilik bildirib, Şivsiyaning Turkiya Cumhuriyatining va yoki musulmonlarning diniy e'tiqodiga hurmat qilmasa, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti NATO masalasida qo'llashga erisholmaydiganligini, elchixona oldida bundaq numussizlarcha qilmishning yuz berishiga sabab bo'lganlarning NATOga a'zolik iltimosi masalasida xayrixohlik qilishni kutmasligini ta'kidlagan. Shuning bilan bir vaqtda Misrdagi Al-Azhar universitetining barliq musulmonlarni Gollandiya va Shvetsiya mahsulotlarini boykot qilish chaqiriqi Shvetsiya hukumatini sarosimga solgan. Şivsiya baş ministri Olaf Kristerssonum davlat televiziya kanalida bayonot berib, Al-Azharning boykot qilish chaqiriqining Shivsiyaning nurg'un musulmon davlatlari bilan bo'lgan yaxshi munosabatiga ta'sir ko'rsatadiganligini o'tirib qo'ygan. Daniyaning Ashqul o'ngchil qattiq yo'nalish partiyasi rahbari Rasmus Paludan 21 yanvar kuni Turkiyaning Stokholmdagi elchixonasi oldida Qur'on Karimni ko'ydirgan. Saqchilarning himoyasi sodir qilingan bu voqea jarayonida namoyishchilarning Paludanga yaqinlashishiga yo'l qo'ymagan. Gollandiyadami irqchi aqimdagi G'arbning islomlashishga qarshi vatanparvar Yevropaliklar harakati rahbari Edwin Wagensveld 23 yanvar lohiyada Qur'on Karimni yirtgan. Qur'on Karimga orqa-orqadan qilingan mazkur qabih haqoratlardan keyin Misrdagi Al-Azhar universiteti barliq musulmonlarni Gollandiya va Shvetsiya mahsulotlarini boykot qilishga chaqirgan. Bu haqda Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdul Qarqash apandi munolarni qayd qildi. Qizil Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonni besib olgandan buyon diniy kitoblarni, jumladan islomning dasturi bo'lgan Qur'on Karimni ko'ydirib kelyotdi. Birlab emas, yuzlab, minglab ko'ydirdi. Buningga dunyo musulmon ellari ko'z yumdi. Biror davlat, biror tashkilot noroziligini bildirib bayonot bermadi yoki Xitoyning mollariga boykot e'lon qilmadi. Sizlar din bilan siyosatni ayrim ilib bormoqchi emasmidinglar? Siyosatning foydasiga kelganda dindan foydalansizlar. Ammo ozroq zininglar kelib qolsa, siyosat ayrim, din ayrim deb dinning dafsanda bo'lishiga ko'z yumisizlar. Qani sizlardagi haqqoniyat. Xitoydan qo'rqsanglar e'tirof qilinglar ey musulmon ellari. Yoki dunyo manfaatinglar sizlarning dininglardan g'olib keldimi? Yurkinglarni tutib o'ylab beqinglar. Sharq Turkistonda diniy kitoblar yo'q qilinib qolmay, shu dinga va shuning dasturi bo'lgan Qur'on Karimga sahib chiqqan nurg'un ahli ilm, qori Qur'onlarni Xitoy turmalarida o'ltirib, cheritib tugatyotdi. Musulmon bo'lgani uchun millionlab irqiy qirg'inchilikka uchrab, millat sifatida yo'q bo'lish girdog'iga berib qoldi. Buningga butun musulmonlar chorasizmish. Sizlar Uyg'urlar yer sharidan yo'qolib bo'lganda chora tadbir qilamsizlar. Dünya Uyghur Qurultayı ve Baş ştabi Germaniyadagi tahdid ostidagi xalqlar tashkiloti 27 yanvar bayonot e'lon qilib, Volkswagenning bosh ijroiya direktori Oliver Bilomdan Volkswagenning Urumchidagi zavodini taqashni, Uyg'ur majburiy emgaki bilan bo'lgan aloqasini uzishni talab qilgan. Mazkur bayonot Oliver Belenkenning Xitoyda ziyoratda bo'lgan xalqliq bir vaqtda e'lon qilingan bo'lib, Oliver Belenkenning Volkswagenning ta'minlash zanjiridagi Uyg'ur majburiy emgaki to'g'risida so'z qilish kerakligini, chunki mustaqil mufattish shirkatlarining Sharq Turkistonni tekshirish elib berish mumkinchiligi yo'qligini bildirgan. Bayonot ko'rsatilishicha, Volkswagen Sharq Turkistondagi jazo lageriga yaqin bo'lgan joyda avtomobil ishlab chiqarish zavodi bo'lgan birdan-bir chet el avtomobil shirkati bo'lib, o'zining Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishligi borligini izchil rad qilib kelgan bo'lsa-mu, Angliyadagi Sheffield Hallam universitetining yaqinda e'lon qilgan bir dokladida Volkswagenni o'z ishiga olgan xalqaro cho'ng avtomobil shirkatlarining hammasining digudek Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik ekanligiga oid dalillarni ko'rsatgan. Bayonotda Oliver Bilomning jiddiy va izchil harakat qo'llanib, Volkswagen ta'minlash zanjirining Uyg'ur majburiy emgakidan xoli bo'lishiga kapolatlik qilishi, uning burunqi Volkswagen bosh ijroiya direktori Herbert Destek Xitoy davlatining Uyg'urlar qarta sodir qilayotgan jinoyati mavjud emasdek harakat qilish xatoligini qayta sodir qilmaslikni talab qilgan. Herbert Des ilgari Sharq Turkistonda bo'layotgan ishlardan xabari yo'qligini aytgan. Dünya Uyghur Qurultayı Birleşken Devletler Teşkilatı'da ötküzüldüğün Xitayning vaziyetini ko'zdan kechirish yig'ini mezgilida Janvada keng ko'lamlik namoyish elib berish chaqiriqini o'ttirib qo'ygan. BDTning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqi komiteti 14 fevral kundan 16 fevral kunigacha Janvada Xitoy hokimiyatining xalqaro ahdnomalarga hurmat qilish masalasini ko'zdan kechirish yig'ini o'tkazildigan bo'lib, yig'inda nuqtaliq holda Xitoyning Uyg'urlar, Tibetlar va boshqa millatlarning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniyat haqlarini dafsanda qilish masalasi muzokara qilindi ekan.
Xitoy hokimiyatini so'roqqa tortadigan bu yig'inga Xitoy tarafdan Uyg'ur, Tibet va Xitoylardan tarkib topgan bir vakillar o'mki kelib qatnashidi ekan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin esa 26 yanvar ijtimoiy taratqularda bu xususda chaqiriq e'lon qilib, BDTda Xitoyning vaziyatini ko'zdan kechirish yig'ini o'tkazilayotgan 15 fevral kuni muhojiratga Uyg'urlarning Janvaga yig'ilib zo'r ko'lamda namoyish o'tkazishini tashabbus qilgan. O so'zida Xitoy hukumatining har qitimqi o'xshash BDTning bu qitimqi yig'indimi Uyg'ur, Tibet va boshqa millatlarni oldiga chiqarib qo'yib, o'zlarining Sharq Turkistondagi inson qalbidan chiqqan bostirishlar ham qirg'inchilik jinoyatlariga chapan yapmoqchi bo'layotganligidan xabar topganligini tilga olgan. Ma'lum bo'lgandek, BDTda hozirga qadar irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Uyg'urlarning masalasi 2 qitim o'tirib qo'yilib, har 2 qitimda xalqaroda zo'r ta'sir qo'zg'agan. 2018-yili 30 avgust kuni BDT irqiy ayrimchilikqa qarshi turish komitetining az deganda 1 milliondan ortiq Uyg'urning Xitoyning jazo lagerlari qamalganligini e'lon qilish bo'ldi. İkincisi 2022-yili 31 avgust kuni BDT Kishilik huquq kengashining oliy komissari Michel Bacheltning vazifasidan ayrildigan oxirgi daqiqalarda Uyg'urlar uchrayotgan zulmlarning insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirishi mumkinligi ilgari surilgan dokladni e'lon qilish bo'ldi. Xitoyning Sharq Turkistondagi ishlab chiqarish qurilish binotuani yaqinda yig'in chaqirib, Xitoyning mazkur yerim ishlab chiqarish, yerim qurolliq tashkilotining ijtimoiy muqimlik, uzun muddatli aminlik va Xinjiangni madaniyat bilan oziqlantirishda Sharq Turkistonning iqtisodiy va texnologiya taraqqiyotida texmi cho'ng rol o'ynashi, yerlik bilan binotuanni qo'shib o'tishini tezlatishini talab qilgan ekan. Xitoy Binotuan gazetining 27 yanvar xabar qilishicha, bu chaqiriq Binotuan partikomining 12 yanvar chaqirilgan 8 navbatlik 4 umumiy yig'inda o'tirib qo'yilgan bo'lib, yig'inning ro'yi nima uchun endi xabar qilinmaganligiga tushuncha berilmagan. Xitoy Binotuan gazetining aytishicha, yig'inda atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik partikomining sekretari Ma Shungroyning talbi yetkazilib, uning 2023-yillik xizmatni asosiy nuqtaga markazlashtirishni, Binotuanning taraqqiyot partiya va davlatning umumiy strategiyasi kapolatlik qilishi, islohotni cho'nqurlashtirib, Binotuanning chegarani qo'g'dashdagi rolini ilgari surish, yerlik bilan Binotuanning qo'shib etilishi va Binotuanning yuqori sifatli taraqqiyot qatorliq nuqtali xizmatlarini ishga oshirishni talab qilganligi ta'kidlangan. Xitoy hukumati 2017-yili boshlangan cho'ng tutqun bilan bir vaqtda Binotuanni janubga kengaytirish, Binotuan bilan yerlikni qo'shib o'tishni o'tirib qo'yib, Binotuanning rayondagi siyosiy, iqtisodiy, yer zimin, boylik, bexatarlik, nopos jihatlaridagi ta'sirini zo'r darajada oshirgan. Binotuan bu jarayonda Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilib, lager turmalariga qamashda aktiv rol o'ynagan. Amerika hukumati 2020-yili Binotuanni Uyg'urlarning bostirishda o'ynagan roli sababli embargo yurgizgan. Lekin bu qitimliq yig'in Binotuanning partiyaning yangi davrdagi Xinjiangni boshqarish strategiyasi va Binotuanning o'rniga bo'lgan talabini to'liq ham to'g'ri ijro qilib, Xinjiang xizmatining asosiy nishoniga markazlashishini, yerlik bilan Binotuan qo'shilib taraqqiy qilishni chiqish nuqta qilib, atalmish Xinjiang xizmatining bosh nishoniga yetishda texmi cho'ng rol o'ynashini talab qilgan. Xitoyning Uyg'urlar qarta yurgizayotgan zulmlarining Amerika, Kanada, Fransiya, Chexiya va Gollandiya qatorli g'arbdagi davlatlarning parlamentlari tomonidan birdek irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitilishi, shundaqla Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining o'xshash hukm chiqarishi, BDTda hozir qadar irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Uyg'urlarning masalasining 2 qitim o'tirib qo'yilib, har 2 qitimda xalqaroda zo'r ta'sir qo'zg'aganligi. 2022-yili 31 avgust kuni BDT Kishilik huquq kengashining oliy komissari Michel Bacheltning vazifasidan ayrildigan oxirgi daqiqalarda Uyg'urlar uchrayotgan zulmlarning insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirishi mumkinligi ilgari surilgan dokladni e'lon qilish qatorliqlar Turkiyada kuchli ta'sir paydo qilgan bo'lib, Uyg'ur masalasini izchil holda o'tirib qo'yib kelayotgan Turkiyadagi partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi peshqadam diplomat Aydin Adnan Sezgin bilan partiyasining parlamentdagi guruhi mas'uli Erxan Usta Uyg'urlar uchun 20 yanvar kuni Turkiya parlamentiga rasmiy taklif sunib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitishni va bu vaqtda bir qaror ma'qullashini talab qilgan. Turkiya parlamentiga sunilgan talab xatida Xitoy Xalq Jumhuriyati Sharq Turkistonni yurgizayotgan besim siyosati tufaylidan zo'r parishonlik ichida qolgan Uyg'ur qatorliq Turkiya qarindoshlar duchor bo'layotgan zulmlarning aniqlanishini, Xitoy qayta tarbiyalash markazi deb atalgan jazo lagerlari haqida tafsiliy tekshirish olib berilishini, Uyg'ur qarindoshlar uchrayotgan sistemalik assimilyatsiya siyosati haqida atrofli tekshirish olib berilishini talab qilgan. Mutaxassislarning bildirishicha, Turkiya parlamentida bunday bir qarorning ma'qullikdan o'tishining hozirgacha qiyin ekanligini, lekin parlamentning har qaysi komitetlarida mazkur qarorni ma'qullikdan o'tkazgili bo'lganligini ilgari surishmoqda.
Kanada parlamentining Avam palatasi 1 fevral kuni bilet tashlab, liberal parlament a'zosi Samir Zubarining o'tgan yili 6-oyda sungan Xitoydan qochib chiqib, 3-davlat yashayotgan xatar ostidagi 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rinlashtirish qaror loyihasini birdek ovoz bilan ma'qulladi. Ma'lum bo'lishicha, qaror loyihasiga hech qanday bir palata a'zosi qarshi bilan tashlamagan. Shundaqla qaror loyihasi kishilar kutmagan bir ahvolda bosh ministr Trudeau va uning kabinet ministrlarining qo'llab ovoz berishiga erishgan. Bunun bilan Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilganligini oshkor e'tirof qilishdan izchil o'zini qochirib kelgan Trudeau hukumatı bu qaror loyihasini qo'llab ovoz berish orqali irqiy qirg'inchilikni vositalik e'tirof qilgan. Qaror loyihasi 1 fevral tushdan keyin ovoz qo'yilganda 0 ga qarshi 322 ovozning qo'llashi bilan ma'qullangan. Bu 1950-yili va 1960-yillarda Turkiya parlamenti Xitoyning ziyonkashligidan qochgan Hindiston ham Afg'onistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millat musofirlarini Turkiyaga yetkazib kelish to'g'risida qaror ma'qullab, 63 yil o'tgandan keyingi tunji bir davlat parlamentining bu xil qarorini chiqarishi bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, irqiy qirg'inchilik tilga ilingan qaror loyihasiga bosh ministr Trudeau va uning kabinet ministrlarining qo'llab ovoz berishi kutilmagan ahvol ekan. Axborot yig'iniga Samir Zubari bilan billa Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining direktori Mehmet To'xti, Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining qonun maslahatchisi, Ottawa universitetining oliy tadqiqotchisi professor Margaret McQuay Johnston xonim qatorliqlar qatnashgan bo'lib, yig'inda Dolqin Aysa so'z qilib, bu qaror loyihasining Uyg'urlarga umid beg'ishlab qolmay, ilhom va davomli kurash qilish irodasini beg'ishlaydiganligini, amdiki masala hukumatning harakatga o'tishi, pul ajratib 10 ming Uyg'ur va boshqa turkiy musulmon musofirlarni tezroq o'rinlashtirishida qolganligini bildirgan. Yig'inda Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining direktori Mehmet To'xti so'z qilib, birdek ovoz bilan ma'qullangan bu loyiha Kanada parlamentining irodasiga vakillik qilish bilan bir vaqtda buning bir boshlanish ekanligini, Uyg'ur tashkiloti va boshqa mas'uliyatchan taraflar Kanada hukumati va Kanada ko'chmanlar irodasi bilan zich hamkorlashib, qandaq vaqtda va qayerda qandaq orqasab yardım bo'lsa shuni ta'minlashni, Xitoy hukumatiga chet eldagi Uyg'urlarning yurtlaridagi urug' tuqqan oila a'zolarini tutqun qilish, go'ro'ga elish, qo'rqitish, parakanda qilishni to'xtatishni talab qilgan. Bu qaror loyihasi Xitoyning ziyonkashligidan qochib 3-davlat yashayotgan Uyg'ur va boshqa turkiy oz sonli millatlardan 10 ming kishini 2024-yildan 2026-yilgacha bo'lgan 2 yil ichida Kanadaga yetkazib kelishni o'z ichiga olgan. Qaror loyihasining 1 fevral ma'qullangan oxirgi nusxasiga ba'zi tuzatishlar kirgizilgan bo'lib, uningda hukumatning 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga yetkazib kelish planini 100 kun ichida parlamentga bildirishi. Shundaqla bu loyiha faqat Xitoyning ziyonkashligidan qochgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar bilan cheklanganligi ta'kidlangan ekan. Bu xo'shallik xavrik bayonot bergan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdul Qarqash apandi mundaq dedi. Kanada parlamentida 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga birlashtirish qarori 322 ga qarshi 0 ovoz bilan qabul qilingan. Men oldi bilan bu qarorning ma'qullanishi uchun uzun yillardan beri tirishchanlik ko'rsatayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayi musofirlar ishxonasining boshlig'i Mehmet To'xtiga va boshqa Dolqin Aysa boshliq barliq qurultay rahbarlariga alohida rahmatimni bildiraman. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'ur xalqining navbatdagi chorasizligini nazarga olib, 2 yil ichida 10 ming Uyg'urni Kanada davlatiga yerlashtirish uchun ma'qullik bildirgan Kanada bosh ministr Justin Trudeau parlament a'zosi Samir Zubari qatorliqlarga chin dilimdan minnatdorligimni bildiraman. Uyg'ur xalqi sizlarning chiqargan bu qaroringlarni hargiz unutib qolmaydi. Uyg'ur xalqimizga muborak bo'lsin. Bu Uyg'ur xalqi uchun bir boshlanish xolos. Atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonluq hukumat yaqinda ochgan bir xizmat yig'inida Uyg'ur majburiy emgakka chetishlik bo'lgan sohalarni o'z ichiga olgan 8 cho'ng kasbiy ishlab chiqarish to'pini taraqqiy qildirganligini bildirgan. Tangirtaq to'rining xabari qaraganda bu yil Sharq Turkistonda neft, tabiiy gaz boyligini charlash va ichish, olifen, arin kasb zanjirini yetildirish, yuqori darajalik poliolifen, qurilish plastik materiali, yuqori iqtidorli tala qatorliq mahsulotlarni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish, neft, tabiiy gaz ishlab chiqarish, pishiqlash turlarini zo'raytirish, ko'mir elektr, ko'mir ximiya sanoati kasbi, paxta va to'qimachilik, kiyim-kechak kasblar to'pi, oshliq, meva-cheva ishlab chiqarish qatorliq 8 cho'ng kasbiy ishlab chiqarish to'pini zo'r kuch bilan kengaytirdi ekan. Xitoyda umumyuzlik yo'li qo'yilgan intayin qattiq Xitoy virus yuqum tadbirlar tufaylidan Xitoyda iqtisod chekingandan keyin atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq doiralar orqa-orqadan yig'in ichib Sharq Turkistonda Xitoyni ta'minlaydigan energiya, oshliq, meva-cheva bazasi, qo'y-kala boqmichiligi bazasi qilish deganlarni kuchab ta'kidlamoqda ekan.
Yuqorida tilga ilingan cho'ng kasbiy ishlab chiqarish to'pining mutlaq ko'p qismining Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq bo'lgan paxta va paxta buyumlari, to'qimchilik, Amerikaga kirish cheklangan kun taxti yasashda qo'llaniladigan metallar bilan munosabatlik bo'lishi diqqat qo'zg'agan. Bundan sirt, ya'ni Sharq Turkistondagi ko'mir sanoatining rivojlantirilishi mo Sharq Turkistonning muhit bulg'anishini texim ilgari surdiganligi mo'ljallanmoqda ekan.